salkam 50 sotik yerini 50 million so'mga sotibsiz, ha? Mana hozir bitta tarvuzni hozir bir kesib ko'rsataylik, xudo xolasa. Hosildorida gap yo'q. Oldi 17-18 kilo bo'lgan uje. Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, aziz yurtdoshlar. Mana biz bugun hozir O'zbekiston Respublikasida eng erta pishadigan, eng ko'p tarvuz ekiladigan hudud Qashqadaryo viloyatining Ko'kdala tumaniga tashrif buyurganmiz. Bu Shahzod aka bizdan Ecoset firmasini gigant navli tarvuzini olgandi. Hozir biz ham misol uchun hosillarini ko'rib juda xursand bo'lyapmiz. Sababi biz dehqonlarga tavsiya beramiz-da. Ya'ni tavsiya qilgan narsamiz mana hurmatli dehqonlar, mana shu xuddi shu tarvuzdan berganmiz. Ecoset firmani gigant degan tarvuzi, original, ishonchli. Mana shu urug'dan so'ng dehqonlarga tavsiya beramizda, aka kilogrammi shunaqa bo'ladi, pishish muddati shunaqa bo'ladi, mana shu hududlarga juda yaxshi tushadi deb tavsiya ber. Shu gaplarimiz bizdagi to'g'ri bo'lishi kerak. Shu gaplarga ishonib bizdan misol uchun akamiz olgan. Aka, hozir buni ekilish jarayonini sal tushuntirib bersangiz dehqonlarimizga, ya'ni qachon yerga tashlagansiz, hozirgi vaqtga kelib necha kunda tayyor bo'ldi, nima ozuqalar bergansiz, shular to'g'risida qisqacha aytsangiz dehqonlarimizga ham sal manfaatli bo'lardi. Buni mart 15-ida ekkanmiz. Mart 15-ida ekkanmiz. Giditi 70 necha kun bo'ldi? 74 kun bo'ladimi? 73 kun bo'ladimi? 72 kun, 73 kunmi bo'lyapti? Shu atrofida bo'lyapti. Hosildorligi zo'r. Hosilni ushlashi zo'r keyin. Hosilda yaxshi ishlaydi ekan. Hosildorida gap yo'q. Oldi 17-18 kilo bo'lgan uje. Palaklari kasallikka chidamli. Yog'ingarchilikka qaramay palaklari chidamli. Palaklari ham sog'lom turibdi, zakonni bo'lib. Hoy, mana misol uchun shu joyda bir ozgina tarvuzlarimizni ham ko'rsataylik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Mana misol uchun mana kelaversangiz ham mana. Mana shu tarvuz где-то bir 14-15 kilodan oshiq chiqadi. Mana tarvuz. Mana. Mana bu taraflar ham. Har bitta palak o'zi aslida shu bitta ikkitadan tugadi. Ma'lum bir qismi ikkitadan, ma'lum bir qismi bittadan tugadi. Ya'ni qaysidir misol uchun urug'chilar aytishi mumkin 3 ta, 4 ta tugadi. U narsaga qiziqmaslik kerak. Ya'ni qarang, Qashqadaryo hududi juda issiq hudud hisoblanadi-da. Bu issiqni qabul qilishi qanaqa? Yaxshi, chidamliligi zo'r. Yaxshimi? Issiq ob-havoga ham tashlab qolmaydi palak. Sababi misol uchun Surxondaryoga, Qashqadaryo, Xorazm, Qoraqalpoq tumanlariga ham, viloyatlariga ham juda ko'p berganmiz. U dehqonlarimiz bilan ham aloqadamiz. Ular ham xuddi shu gapni aytayapti, issiqni yaxshi qabul qiladi. Dorilar qanaqa beryapsiz? Dori shu karbamid berganmiz, selitra beramiz. Boshida bir omofos berganmiz. Omofos. Obshi o'shanda gektarga necha 100 kiloga aylanadi taxminan? Selitra o'g'itlarimi? O'g'itga ham 7-8 kilodan tepami, pastmi? Yo'q, pastroq ham bo'ladi. O'g'itga ham yaxshi. Ya'ni o'g'itga ham tayyor bo'ladi. O'z aslida mana yeringizni ko'ryapmiz. Gapingiz bo'ldim, yeringizni ko'ryapmiz. Bir ana sal cho'lroq joyga o'xshar ekanda. Adashmasam mana artizan qilib turib suv olib kelingan ekan. Bu yerda unumdorligi qanaqa? O'zi bunaqa joylarda yerda unumdorligi sal pastroq bo'ladi. Pastroq ham bo'ladi ba'zi yerlarda. Ya'ni aytmoqchimiz, agar yerda bu tarvuzimiz aslida unaqa yer tanlamaydi. Unumdorligi sal pastroq yerlarga ham, tepa yerlarga ham, so'rachim bemalol ko'taradi. Misol ba'zi dehqonlarimiz bilan gaplashamiz, 1,5 tonnagacha mineral o'g'it berdik deydi, lekin qabul qilaverar ekan. Shunday. Misol uchun ba'zi dehqonimiz 500 kilo atrofida ham deydi. O'shani ham misol uchun yaxshi qabul qilar ekan deb aytayapti. Bu hozir akamiz aslida bu salkam 50 sotik yerini 50 million so'mga sotibsiz, ha? Shunday sotdim. Misol uchun hozir eshitib, rosa misol uchun men xursand bo'ldik. Aslida o'zi sali tarvuz erta pishish hisobiga sal arzonroq ham sotdingiz deb ayta olamiz. Yana bo'ladi, yaxshilaydi. Hurmatli dehqonlar, bizda aslida bundan tashqari bir 25-28 xil tarvuzlarimiz bor. Bemalol pastda raqamlar qoldiramiz. Misol uchun
tarvuzingiz hududingizga qarab sizga tavsiya beriladi. Misol uchun Tojikiston hududi, Qozog'iston, Qirg'iziston yoki Qoraqalpog'iston vodiy hududlariga qarab ham общий 25-28 xil tarvuzlarimiz bor. Shularga qarab tavsiya beramiz. Hozir bu gigant tarvuzimiz eng erta pishadigan tarvuzlar navlaridan hisoblanganligi uchun hosili tayyor bo'lgan ekan. Shuni hozir yana hosillarni xudo xolasa ko'rsatamiz. Kelavering bu tarafga sekin. Mana hozir bitta tarvuzni hozir bir kesib ko'rsataylik, xudo xolasa. Mana aslida hozir o'zi suv hozir qaytargansiz-ku. Yana hozir bu bemalol shu eksportga ham, ya'ni misol uchun ichki bozorga ham ortishga tayyor. Ortib borgandan keyin shu 1 kun, yarim kun ichida mana bu qizarish yanada anaqa to'qlashadi. Bismillah. Buni chunki po'sti qalin, chidamli tarvuz. Aka bitta ko'ringiz ham. Gap yo'q. Qarang, hozir agrotexnikasini hozir boya tushuntirib aytdingiz-ku. Palaki yoyilishi. Misol uchun o'tgan yilgi holat, misol uchun ekib yurgansizlar-ku yoki men qo'shnilaringiz ekib yurgan. Shularga solishtirganda bu yerda ya'ni unumdorligiga qarab palaki qanaqa g'ovlar ekan? Palagi yaxshi g'ovlar ekan. Palagiga gap yo'q. Tez g'ovlaydi. Tez o'sadi. Tez o'sadi. Yirikliklari qanaqa? Yiriklik foizi? Foizi zo'r. Mayda, misol uchun juda ko'p dalalar ko'rganmiz, misol uchun ko'p tarvuzlar maydalashib ketadi-da. Shunday. Eng tepasi necha kilogacha bo'lyapti hozir? 17, 16, hozirgi vaqtda 18 kiloliklari ham bor. Shunaqa. Hurmatli dehqonlar, mana sizga 8 kilo, 9 kilo shotir. Mana shu tarvuzni ekkaningizdan misol uchun afsusdamansiz, a? Yo'q, afsusdaman. Hurmatli dehqonlar, mana haqiqiy ko'k dalalik akamizni tavsiyasi, misol uchun bemalol shu tarvuz urug'idan sizlarga tavsiya qilamiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, respublika bo'yicha ham dastlabki xizmatlarimiz bor. Bitta tarvuzni so'ydik, aka rozi bo'ling. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'linglar. Tarvuz ekaman degan dehqonlarga shu videoni yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.